Bir kunda buxgalter bo'lish ajoyib eshitiladi. Ko'pincha savol berishadi. Buxgalter qachon, necha kunda, qancha vaqt ketadi, zo'ri bo'lishim kerak, yaxshi pul topishim kerak deyishadi. O'rtoqlar, buxgalteriyani o'rganib, ishlab, yaxshi buxgalter bo'lishingiz uchun hammada har xil vaqt talab qilinadi. Kimdir 1 yilda, kimdir 6 oyda, kimdir 3 oyda zo'r buxgalter bo'lishi mumkin, o'rganishi mumkin, bu sohaga kirishi mumkin. Lekin men shunaqa buxgalterlarni bilaman, bir kunda buxgalter bo'lgan. Ya'ni buni tarixi qanaqa bo'lgan? 2023-yilda dars berishni boshlagan paytlarimda super buxgalter dasturim bo'lgan va shu dasturga bir ayol kelganlar o'rganishga, ya'ni hech narsani bilmaydilar. Uyda o'tirgan ayol, na kompyuterni biladilar, na buxgalteriyani tushunadilar, na hech bo'lmaganda hisob kitobni ham bilmaganlar. Birinchi darsimga kelganlar, ko'rganlar, o'zlari orqada qolib ketganlarini his qilib darsdan chiqib ketganlar. Ya'ni aytganlarki, men uyda o'tirardim, kompyuter bunaqa narsalarni yaxshi bilmasdim, menga hali ancha bor ekan deb xuddi shu gapni aytganlari esimda. Menga hali ancha bor ekan bu sohalarga kirishi, bu sohalarni tushunishi deb chiqib ketganlar. Lekin ertasi kuni yana darsimga, ya'ni ikkinchi darsimga kelganlarida qo'llarida papkalar, kulchlar va firma ko'tarib kelganlar. Ya'ni o'zlari shokdalar. Sevara opa, men buxgalter bo'ldim. Mana bu korxonani menga berishdi. Ya'ni tanishlari, eslolmayman, yo tanishlari, yo qarindoshlari yoki ukalarimi bo'lgan korxonasini shatta ularga topshirgan. Ya'ni bu ayol bir kunda buxgalter bo'lgan. Lekin bilasizmi? Ikkinchi darsi kelganlarida ularda o'sha mas'uliyat bo'lgan edi. Ya'ni men buxgalterman deb his qilganlar, lekin buxgalteriyani umuman tushunmaydilar. Hisob kitobni, kompyuterni, biz aytilayotgan narsalarni umuman bilmaydilar. Ular ancha yil uyda o'tirgan ayol bo'lganlar. Kursdoshlari hammasi voy deb xursand bo'lib chapga chalishyapti, lekin u ayol xursand emas. Negaki, men bu mas'uliyatni oldim, lekin buxgalteriyani bilmayman. To'g'ri, o'rtoqlar, ko'rasizlarmi? Bir kunda ham buxgalter bo'lish mumkin. Ya'ni buxgalter bo'lish qanaqa? Siz o'zingizni qaysidir korxonaga buxgalter lavozimiga ishga olib qo'yishingiz mumkin. Bu 15 minutlik ish. Uzog'i borsa 1 soatda siz o'zingiz оформить qilib shu firmaga, o'sha korxonaga buxgalter bo'la olasiz. Lekin afsuski, professional, tajribali, malakali buxgalter bo'lish bu bir kunlik ish emas. Hozirgi yoshlar tez o'rganib, tez pul topishni xohlashadi. Buni hamma xohlaydi, faqat yoshlar emas. Lekin bitta narsani bilishingiz kerak. Ustoz sifatida sizga maslahatim, ko'proq muhitda ustozlar bilan professional praktikalarda o'rganishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, men budjet korxonasida ishlab yurgan buxgalter bo'lganim bilan частный firmalarni bilmaganman. Частный firmalarni o'rganish uchun ustozim Zarafat opani oldilariga borganman va ular unaqa ko'rsatib, tushuntirib, yozib, chizib o'rgatmasdilar. Ular aytardilar, faqat yonimda o'tirasan, qarab turasan. Va men 1 yil davomida ularni oldilariga qatnaganman. Yaxshiyam o'sha paytlarda YouTube, Instagramlar bo'lmagan. Bu 1 yil davomida shunaqangi ko'p tajriba orttirganmanki, buni sizga tasvirlab bera olmayman. O'sha paytlarda meni ham 2-3 ta farzandim bo'lgan. Menga ham pul kerak bo'lgan. Hattoki eslayman, yo'l kiraga, ya'ni avtobusga pullarim bo'lmagan holatlari bo'lgan. Lekin shunda ham chekinmaganman. O'sha 1 yil davomida ustozim menga polni tushuntirmayaptilar-yu deb qaytib ketmaganman. Ularni ishlarini kuzatib, sekin-sekin o'rganganimdan keyin men bu ishni qilgan, men pulni o'tkazgan, men bu dokumentni bunaqa qilgan deb menga ish berishni boshlaganlar. O'shaning uchun ham hozir Finbeyda shunaqa sharoitlar qilganman, o'zimni qiynalganlarimni, o'zimni o'rgana olmaganlarimni, tushunmagan holatlarimni praktikalarda, darslarda programma qilib qo'yganman. Ya'ni bizning dastur ham 2 oy kurs, ya'ni balans, 2 oy praktika qilingan. Lekin bu 2 oy, 4 oyda qo'shganimizda umumiy 4 oyda ham o'rganmasligingiz mumkin. Bu o'zingizga havola. Ya'ni sizga bog'liq hammasi. Shunaqa shogirdlarim bor, 1 yildan beri yonimga kelib, mayli pul to'lamasangiz ham, mana shu yerda ish o'rganing, shu muhitni ko'ring deyotgan insonlar bor. Oxirgi paytda malaka oshirish darslarimga 15 yillik, 20 yillik buxgalterlar ham kelishadi. Lekin men shularni nima uchun hurmat qilaman? Ular tan olib aytishadi.
to'g'ri, men 15 yillik buxgalterdirman, mani 40 talab firmam bordir, lekin men faqatgina praktika mana shu ish jarayonlarini o'zini bilaman, nazariy bilimlarim yo'q, tushuncham yo'q, mohiyatni tushunmayman deyishadi. O'shaning uchun ham o'rtoqlar, men har doim aytamanki, biron bir narsa o'rganayotganinglarda savol beringlar o'zingizlarga. Nima uchun, nega, qachon, qanaqa qilib bo'ladi degan savollarni o'zingizlarga berishinglar kerak bo'ladi. Buxgalteriyani hamma har xil o'rgatadi. Men hech kimga qarshi emasman. Faqat mohiyatini o'rganishingiz kerak. Ko'pincha yodlattirishadi, shotlarni yodlattirishadi, qaysidir terminlarni yodlattirishadi. Siz mana bunaqa bo'lishingiz kerak deb talablar qo'yishadi. Men hech kimga hech qanaqa talab qo'ymayman. Eng muhimi o'zingiz xohlashingiz kerak. Siz yodlamasdan turib ham, qattiq mehnat qilmasdan turib ham buni o'rganishingiz mumkin. Buxgalteriyada qattiq mehnat yo'q. Buxgalteriyada faqat logika ishlaydi va siz xohlashingiz kerak bo'ladi. Bir paytlar shunaqa nima desam ekan, dars o'tishlarimni, milliy universitetga borib yoki buxgalterlarning ichiga kirib yoki ustoz degan nomga sazovor bo'lish meni hayolimga ham kelmagan. Lekin har doim boshqa bir insonlarga yordam berish niyatda yurganman va Alloh buni dars berish orqali menga yuqtirib qo'ydi. Allohimga rahmat. Shu etaplarga kelishimga buxgalteriya sababchi bo'ldi. Buxgalteriyadan dars berib ustoz bo'lishimga meni ham ustozlarim sababchi bo'ldi. Meni o'sha qiynalgan sharoitlarim yoki nima qilishni bilmagan vaziyatlarim, nochorlik yoki o'sha qiyinchilik, qiynalgan vaziyatlarimda har doim bitta narsani Alloh qalbimga solgan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun hech qachon 2 oyda buxgalter bo'lib ketar ekanman, 4 oyda zo'r mutaxassis bo'lib ketar ekanman degan narsalar bo'lmaydi. O'rtoqlar, kimdir 2 oy o'rganib yordamchi buxgalter bo'ladi. Kimdir ishlab turgan buxgalterlik 2 oy, 2 yil ishlagan buxgalterlik kelib malaka oshirib glavniy buxgalter bo'ladi. Kimgadir praktika yetishmayotgan bo'ladi. Masalan, оборотка kursini o'tdim. Bu оборотка kursida asosan malaka oshirish, ishlayotgan buxgalterlar kelishdi, lekin ularni ham men ajratdim. Kimgadir praktika kerak, kimgadir noldan balansgacha o'qish kerak va kimdir endi qurilish, ishlab chiqarish korxonalarini o'qish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Dinamika har doim har xil bo'ladi. Hech qachon o'zingizni yoningizdagi yoki boshqa buxgalter bilan solishtirmang. Chunki hammani dinamikasi har xil. Kimdir zo'r nazariyani bilib, praktikasi bo'lmasligi mumkin. Kimdir katta praktikasi bo'lib, nazariyani bilmasligi mumkin. Kimdir savdo korxonalarida zo'r buxgalter, lekin qurilish korxonalarini umuman qilib ko'rmagan. Kimdir ishlab chiqarish korxonasini zo'r buxgalteri hech qachon import yoki valyuta bilan shug'ullanmagan. O'shaning uchun hech qachon o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Kimdir bir kunda, kimdir 6 oyda, kimdir esa 10 yilda zo'r buxgalter bo'lishi mumkin. Misol uchun men 10 yilda professional buxgalter bo'lganman. Ungacha operator buxgalter bo'lganman. Shuning uchun sizga eng katta tavsiyam, yaxshi ustozlarni toping, yaxshi muhitni toping va siz albatta rivojlanishni xohlang. Eng asosiysi, rivojlanishni xohlagan insonning qo'lidan hamma narsa keladi. O'sha paytlar esimda farzandlarim bor, avtobusda pul yo'q, lekin meni hunarim bor. Massaj, detskiy massaj qilardim. O'sha futboldagi meni ustozlarim, ayol kishilar ikkita bo'lishgan o'zi. O'sha ustozlarimga parafin, elektroforez, massajlar qilib, o'sha pullarga yo'l kira qilganman. Ya'ni siz ham uddasidan chiqishingiz mumkin. Meni qo'limdan keldimi? Demak, sizni ham qo'lingizdan keladi. Men buxgalteriya orqali yaxshi pul topa olmaymanmi? Uni boshqalarga ham ilinmayman. Demak, siz ham zo'r pul topishingiz mumkin. Yaxshi buxgalter bo'lishingiz mumkin. Uning uchun sizdan harakat va o'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz muhim rol o'ynaydi. Bir qadam oldinga.